Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun men sizlarga o'rmon fitopatologiyasi fanidan kasalliklar klassifikatsiyasi hamda o'simliklarning yuqumli va yuqumsiz kasalligi bo'yicha ma'ruza o'taman. Ma'ruzamiz mavzusi kasalliklarning klassifikatsiyasi, o'simliklarning yuqumli va yuqumsiz kasalliklari. 5 ta reja asosida o'tamiz. Kasalliklarning klassifikatsiyasi qilishning ahamiyati, kasalliklarning kelib chiqishi va xususiyatlariga ko'ra klassifikatsiyasi. Etologik klassifikatsiya, yuqumsiz kasalliklar va yuqumli kasalliklar rejasida dars o'tamiz. Kasallik deganda biz nimani tushunamiz? Kasallik asosan o'simliklarda 3 ta faktorga, o'simliklarning patogen tashqi muhit orasida muntazam tizimli o'zaro munosabatidir. Ya'ni o'simlik holati unga salbiy ta'sir etuvchi patogen zamburug', bakteriya, mikoplazma, virus va boshqa mikroorganizmlarning tashqi muhit ta'sirida fiziologik jarayonning buzilishi, uning morfologik tuzilishi va hosildorlikning keskin kamayib ketishidir. O'simlik kasalliklarining klassifikatsiyasi tashqi ko'rinishiga qarab klassifikatsiya qilish, kasalliklarning hosil bo'lish o'rniga qarab klassifikatsiya qilish, kasalliklarning davom etish muddatlariga qarab klassifikatsiya qilish, o'simlik a'zolariga qarab klassifikatsiya qilish etiologik klassifikatsiyalarga bo'linadi. Kasallik klassifikatsiyasining yaralish tarixi. Kasallik o'simliklarda asosan klassifikatsiya solish uni o'rganishni osonlashtiradi. Patogen hujayralarning nobud bo'lishi va uni hisobiga yashovchi. Patogen hujayralarni nobud qilmasdan uning hisobiga yashovchi. Nobud bo'lgan o'simlik qismlarida qoldiqlarda hayot kechirib turadiganlarga ajraladi. Etologik klassifikatsiya asosan yuqumsiz kasalliklar va yuqumli kasalliklarga bo'linadi. Yuqumsiz kasalliklar asosan oziq moddalar yetishmasligi, havodagi zararli moddalarning ko'payishi, ionli nurlar, mexanik ta'sir hamda meteorologik ta'sir natijasida yuzaga keladi. Yuqumsiz kasalliklar noinfeksion kasalliklar deb ataladi. Noinfeksion kasalliklar asosan qo'zg'atuvchisi mavjud emas. Kasallik rivojlanishi sabablari esa atrof muhit bilan, abiotik faktorlar bilan bog'liq hisoblanadi. Noinfeksion kasalliklar belgilari o'simliklarning barchasida birday paydo bo'ladi. Noinfeksion kasalliklar o'simliklarda o'simlikka yuqmaydi. Noinfeksion kasalliklarning paydo bo'lish sabablari asosan mexanik va kimyoviy shikastlanish, atrof muhitning ifloslanishi, pestitsidlarni noto'g'ri qo'llash natijasida nurlanishlar hisobiga yuzaga keladi. Asosan ularning ko'rinishi, o'simliklarda moddalar yetishmasligi. Agarda o'simliklarda kaliy moddasi yetishmasa, bizga ma'lumki, barglarda sarg'ish dog'larning paydo bo'lishi hamda yon atrofi qurigan bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Agarda magniy yetishmasa, barg tomirlari ko'rinib qolishi hamda bargning yupqalashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agarda o'simliklarda kalsiy va temir yetishmasa, bunda o'simligimiz sarg'ish dog'lar paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'simlikda marganis yetishmasa, bu yerdagi hozir ekranda ko'rib turibsizlar, har bittasi belgilangan. O'simliklarda bor yetishmasa, qora dog'larning paydo bo'lishi kuzatiladi. O'simliklarda kalsiy yetishmasa, dog'larga qo'shilib sariq dog'lar hamda kuyganga o'xshab qolishini ko'rishimiz mumkin. O'simliklarning mexanik shikastlanishi. O'simliklarning mexanik shikastlanishida o'simliklarimizni biz ko'proq bog'larda yoki boshqa o'simliklar bilan ishlayotganda qo'l yordamida bajarayotganimizda yoki maxsus texnikalarda bajarayotganimizda o'simliklarning shikastlanish holatlari, o'sha shikastlangan joydan mikroorganizmlar kirib o'simliklarni zararlashini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yuqumli kasalliklar, ya'ni infeksion kasalliklar. Yuqumli kasalliklar asosan keltirib chiqaradi zamburug'lar, bakteriyalar, aktinomistlar, viruslar, mikoplazmalar, nematodalar va gulli parazitlar keltirib chiqaradi.
Aksariyat hollarda o'simlik organlarining shakli o'zgarishi bilan birga kechadigan o'simlik hujayralarining hajmi kattalashishi gipertrofiya deb ataladi. Giperplaziya deb ataladigan patogen boshqa kasalliklarning qo'zg'atuvchisi agent ta'sirida va o'simlik hujayralarining tez-tez bo'linishi natijasida hujayralar sonining ko'payib ketishi tushuniladi. Bo'tmalar va gallar hosil bo'lishi, daraxt poyasida shishlar va bo'qoqlar rivojlanishi bunga misoldir. Patologik jarayon natijasida nekroz, hujayralar nobud bo'lishi, to'qimalar qismlarida hosil bo'lishi kuzatiladi. Nobud bo'lgan hujayralarning yig'indisi o'simlik to'qimasida jigar rang tusli uchastkalar, nekrogenlar to'qimalar va nekroz deb ataladi. Kasallik rivojlanish muddatiga qarab ularni o'tkir va surunkali xillarga ajratiladi. O'tkir kasalliklar tez rivojlanadi va bir mavsumda tugaydi. Boshoqli ekinlarning zang kasalligi va fitoftoz kasalligi o'tkir kasalliklarga misol bo'lishi mumkin. Surunkali kasalliklar esa ko'p yillik o'simliklarda rivojlanadi. Misol uchun mevali daraxtlarda qurish kasalligi bir necha yil ichida daraxtlar nobud bo'lishiga olib keladi. Aksariyat noinfeksion kasalliklar surunkali shaklda davom etadi. Bizga ma'lum, o'simlik kasalliklarini fiziologik jarayonning buzilishi bilan kechadigan jarayonda biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu jarayonda fiziologik jarayonning buzilishiga aytdik, yuqumli va yuqumsiz kasalliklarning ta'siri. Bunda yuqumli kasalliklarda asosan zamburug'lar, bakteriyalar, viruslar, nematodlar, mikoplazmalar hamda aktinomistlar ta'siri natijasi bo'ladigan bo'lsa, o'simliklarning moddalar almashinuv jarayoni buzilishi bu kasallik bo'ladi. O'sha kasallikda o'simlikning bo'yi past bo'lib qolishi, o'simlikning yaxshi rivojlanmasligi, o'simliklarda turli xil kechadigan jarayonlarning kech davom etishini biz kuzatishimiz mumkin. O'simliklarimizda har bitta bo'layotgan jarayonni bir to'xtatib oldik. Bir to'xtatib oling hozir, yana davom etamiz bundan. Asosan kasalliklarning tarqalishiga bizga ma'lum zararkunandalar, hasharotlar, kanallar, nematodlar, issiqqonli kemiruvchilar, begonotlar, gulli parazitlar ham sababchi bo'ladi. Qishloq xo'jalik ekinlariga zarar keltiradigan asosiy zararli organizmlar bu infeksion hamda noinfeksion kasalliklar. Bu kasalliklarda asosan infeksion kasalliklarda bakteriyalarning o'lishi 7% bo'ladigan bo'lsa, zamburug'larning o'lishi 83% ga tashkil etadi. Viruslar esa 9%. Qolgani esa fitoplazmalar hisobiga kasallik rivojlanadi. Asosan kasalliklarni rivojlantirish uchun hasharotlar zararlangandan keyin o'simliklarimizda kasalliklar nimjollanish, o'simlik nimjollashgan sari kasallik rivojlanib borishini kuzatishimiz mumkin. Zararli organizmlarda asosan bizga ma'lum qishloq xo'jaligiga qancha zarar berishi, bu ma'lumotlar begonotlar, kasalliklar hamda zararkunandalar qanchalik zarar berishini biz ko'rishimiz mumkin. Bunda o'simliklarda kasalliklardan himoya qilish usullari quyidagicha tashkil etadi. Birinchi xo'jalik tadbiri, ikkinchisi agrotexnik tadbirlar, karantin tadbirlar, mexanik tadbirlar, biologik tadbir, oxirida biz esa kimyoviy tadbirni qo'llashimiz mumkin. Bularning barchasini uyg'unlashgan himoya qilish asosida bajarishimiz mumkin bo'ladi. Tashkiliy tadbirlarni bajarish uchun biz ekinzorlarni kengaytirish, yangi ekinlarni o'zlashtirish, biologik kimyoviy vositalar ehtiyojini hisoblash, shaxsiy kimyoviy vositalar uchun o'z vaqtida talabnomalar berish, apparatlar va transport vositalari ish haqlarini hamda daraxtlarning massiv joylashtirishni xo'jalik tadbirlariga qo'yishimiz mumkin. Fizik va mexanik tadbirlarda esa ularning urug'larini infeksiyalardan zararlantirish, mexanik tadbirda esa po'stloqlarni tozalash, zararlangan shoxlarni kesib tashlash, zararlanganlarni yig'ib olish, zararkunandalarni yig'ishtirib olish hamda eski qop va lattalar, daraxt tanalariga tutqich belbog'lar qo'yish, kemiruvchi zararkunandalar qopqonlar qo'yish, omborxonada saqlanayotgan mahsulotlarni quritib ag'darish va shamollatish kiradi. Biz asosan har bitta o'simlikda
Noinfeksion kasalliklarni oladigan bo'lsak, noinfeksion kasalliklar asosan tabiiy iqlimda bo'layotgan o'zgarishlarga hamda Surxondaryo viloyatida bilasizlar, iqlimimiz keskin kontinental. Keskin kontinental bu kechasi bilan kunduzi bir-biridan keskin farq qilishi yoki issiq yoki sovuq bo'lish jarayonlari kuzatiladi. Asosan bu jarayonda biz o'simliklarimizni ko'proq ko'rganmiz 2 marta gullashini yoki 2 marta hosil beryapti, xursand bo'lamiz. Bu nimaning hisobiga? O'simlikning stresining hisobiga yuzaga kelyapti. Yoki juda issiq jazirama paytida daraxtlarimiz yoki o'simliklar turg'ur holatga tushib qolishini kuzatamiz. Moddalarning ortiqcha yo kamligi ham o'simliklarimizga turlicha ta'sir qilishi kuzatiladi. Endi biz har bitta bo'layotgan jarayonda o'simliklarimizni har bitta jarayonni kuzatadigan bo'lsak, agar infeksion kasalligini ham, noinfeksion kasallikni ham davolash, biz asosan ularda profilaktika tadbirlar bilan, kasallikni oldini olish yo'li bilan ularni chora qo'llashimiz shart bo'ladi. Kasallangandan keyin o'simliklarimizni qanchalik rivojlanish, sekinlashishi, pakanlashishi yoki mevalarning, bargning deformatsiyalashini kuzatishimiz mumkin. Bularga yetkincha xo'jalik tadbirini qo'llasak, bu tadbirda biz asosan qo'llangan tadbirlarimizda uning profilaktik oldini olish, ya'ni kasallik boshlanishidan oldin unga xuddi insonlarda emlash o'tkazilsa, o'simliklarimiz yaxshi rivojlanadi. Qancha o'simlikning immuniteti yuqori bo'lib, yaxshi rivojlansa, shu jarayon hosil yuqori bo'lishi kuzatiladi. Infeksion kasalliklarda asosan bizda o'simliklarimizning to'xtatib turasizmi? Hozir